Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rga, har bir oilaga tegishli bo'lib, sizning moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va videoning bir soniyasini ham o'tkazib yubormang. Agar siz yoki oila a'zolaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu videodagi ma'lumotlar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Video oxirigacha tomosha qilib, o'zingiz uchun barcha kerakli savollarga javob topasiz. Bugungi mavzu bir mayga qadar nafaqaxo'rlarga qanday to'lovlar ajratiladi va ularni olish uchun nimalar qilish kerak deb nomlanadi. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni tayyorlashga yordam beradi. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar. Avvallari nafaqa tizimi ko'pincha murakkab va ba'zida shaffof bo'lmagan jarayonlarni o'z ichiga olardi. Nafaqalarni hisoblash usullari va turli to'lovlar haqidagi ma'lumotlar hamma uchun ham ochiq va tushunarli emas edi. Ko'pincha nafaqaxo'rlar qaysi to'lovlarga haqli ekanliklarini bilmas, ba'zi imtiyozlar esa faqat ma'lum bir doiradagi odamlar orasida tarqalgan ma'lumotlar asosida olinardi. Bu esa afsuski adolatsizlik va ba'zi holatlarda noroziliklarga sabab bo'lar edi. Shu bilan birga har bir nafaqaxo'rning ahvoli alohida ko'rib chiqilmasdi. Aksincha, umumiy qoidalar asosida ish ko'rilardi. Oqibatda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar ba'zan yetarlicha qo'llab-quvvatlanmay qolishardi. Endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator qarorlar va yangi qonunchilik hujjatlari nafaqaxo'rlar uchun yanada qulay va adolatli tizim yaratishga qaratilgan. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi har bir nafaqaxo'rning turmush darajasini yaxshilash, ularga munosib hayot kechirishlari uchun sharoit yaratish. Xususan, so'nggi paytlarda inflyatsiya darajasi oshib borayotgani, oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollari narxlari ko'tarilayotgani sababli nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini qo'llab-quvvatlash dolzarb masala bo'lib qoldi. Shu sababli nafaqa to'lovlarini qayta ko'rib chiqish va ularga qo'shimcha mablag'lar ajratish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilindi. Eng muhimi, bu o'zgarishlar shaffoflikni oshirish va har bir fuqaroning o'z huquqlarini bilishini ta'minlashga qaratilgan. Endi hech kim ma'lumotlar yetishmovchiligidan aziyat chekmasligi kerak. Barcha nafaqaxo'rlar uchun umumiy bo'lgan asosiy ma'lumotlar. Azizlar, bu yil bir maygacha nafaqaxo'rlarga ajratilishi kutilayotgan summalarni tushunish uchun, avvalo, bu to'lovlar qanday kategoriya odamlarga tegishli ekanligini aniq bilib olishimiz kerak. Bu biror bir umumiy bonus emas, balki bir nechta alohida dasturlar doirasida amalga oshiriladigan to'lovlardir. Shuning uchun har bir holatni alohida ko'rib chiqamiz. 1. Nafaqa miqdorini indeksatsiya qilish natijasida kutilayotgan qo'shimcha to'lovlar. Hukumat inflyatsiyani qoplash va nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlash maqsadida har yili nafaqa miqdorini indeksatsiya qilib boradi. Ya'ni pensiyalar pul qadrining tushishiga mos ravishda oshiriladi. So'nggi qarorlarga ko'ra, bu yilgi indeksatsiya natijasida nafaqalarning oshirilgan qismi bir maygacha to'liq amalga oshirilishi belgilangan. Bu shuni anglatadiki, agar sizning nafaqangiz aprel oyida oshirilishi kerak bo'lgan bo'lsa, lekin siz bu oshirilgan summani olmagan bo'lsangiz, unda sizga aprel oyi uchun ham, may oyi uchun ham oshirilgan miqdordagi nafaqa bir maygacha to'lanadi. Bu avtomatik ravishda amalga oshiriladi, ya'ni sizdan hech qanday ariza talab etilmaydi. Misol uchun, faraz qilaylik, Malik aka har oy bir 500 so'm nafaqa olardi. Hukumat qaroriga ko'ra, nafaqalar 10 ga oshirildi, ya'ni uning nafaqasi 1650 so'mga yetishi kerak edi. Ammo aprel oyida u hali ham eski, ya'ni 500 so'm olgan bo'lsin. Bunday holatda bir maygacha Malik akaga oshirilgan nafaqa 1650 so'm miqdorida to'lanadi. Bundan tashqari u aprel oyida yetmay qolgan 150 so'm, 1650 1500 miqdoridagi farqni ham qo'shimcha tarzda oladi. Ya'ni jami 1650 so'm may uchun, 150 so'm aprel uchun 1800 so'mga yaqin mablag' uning hisobiga o'tkazilishi kutiladi. Bu jarayon barcha nafaqaxo'rlarga taalluqli bo'lib, ularning nafaqa miqdoridan kelib chiqqan holda farq qiladi. Agar siz hozirgi nafaqangizning oshirilganligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, bu ma'lumot siz uchun juda muhimdir. 2.
Ma'lum ijtimoiy toifadagi nafaqaxo'rlar uchun bir martalik moddiy yordam. Hukumat va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan, ayniqsa Ramazon hayiti munosabati bilan, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun bir martalik moddiy yordam ajratilishi an'ana tusiga kirgan. Bu yordam odatda quyidagi toifadagi shaxslarga beriladi. Kam ta'minlangan oilalardagi nafaqaxo'rlar. Agar siz rasman kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan bo'lsangiz va oilangizda nafaqaxo'r bo'lsa, siz ushbu yordamga haqli bo'lishingiz mumkin. Bu yordam miqdori odatda 300 so'mdan 1 so'mgacha bo'lishi mumkin. Ammo bu summani aniq belgilash mahalliy hokimiyat va qabul qilingan qarorlarga bog'liq. Misol uchun, Gulnora opa turmush o'rtog'i vafot etganidan so'ng 2 nafar voyaga yetmagan nabirasi bilan yashaydi. Uning nafaqasi oilaning barcha xarajatlarini qoplashga yetmaydi va u kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan. Bunday holatda Gulnora opaga hayit oldidan 1 maygacha bir martalik moddiy yordam ajratilishi kutiladi. Bu uning va nabiralarining bayram xarajatlarini qoplashda katta yordam bo'ladi. Bu turdagi to'lovlarni olish uchun odatda mahalla fuqarolar yig'inlariga yoki tuman, shahar hokimiyatlarining ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilish talab etilishi mumkin. Ba'zi hollarda ro'yxatdagi oilalarga bu yordam avtomatik tarzda berilishi ham mumkin. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va mehnat fronti faxriylari bu toifa har doim hukumatning alohida e'tiborida bo'lib kelgan. Ularga bayramlar oldidan har doim bir martalik katta miqdordagi moddiy yordam beriladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz shu toifaga kirsa, siz ham bir maygacha alohida to'lovlarni kutishingiz mumkin. Bu summalarning miqdori boshqa toifalarga nisbatan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Ba'zan bir necha million so'mga yetishi ham mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar, bu toifa ham ijtimoiy himoya tizimining asosiy e'tiborida turadi. Agar sizda birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lsa yoki siz boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olsangiz, sizga ham bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Bu to'lovlar sizning turmush darajangizni biroz bo'lsa-da yaxshilashga qaratilgan. Bu turdagi moddiy yordamlarning miqdori va ajratish tartibi mahalliy hokimiyatlarning qarorlariga bog'liq bo'lib, aniq ma'lumotni hududingizdagi ijtimoiy himoya agentligining tuman, shahar bo'limlaridan yoki mahalla fuqarolar yig'inlaridan olishingiz mumkin. Qayta hisoblash natijasida yuzaga kelgan qarzdorlikni qoplash. Ba'zi hollarda texnik xatoliklar, qonunchilikdagi o'zgarishlar yoki boshqa sabablarga ko'ra nafaqa hisoblashda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar sizning nafaqangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa va bu aniqlansa, unda sizga 60 dagi yetishmagan summalarni to'lab berilishi kerak. Bu jarayon qarzdorlikni qoplash deb ataladi. Agar siz pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, o'zingizning nafaqangiz noto'g'ri hisoblanganligini isbotlagan bo'lsangiz, bir maygacha bu qarzdorlikni olishingiz mumkin. Misol uchun, o'tgan yili Saida xola ish joyini o'zgartirgan, ammo uning yangi ish staji haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida yetib bormagan. Natijada u 6 oy davomida aslida haqli bo'lganidan kamroq nafaqa olib kelgan. Saida xola bu holatni aniqlab, tegishli tashkilotga murojaat qildi. Tekshiruvlar yakunida unga 6 oy davomida har oy 200 so'm yetmayotgani ma'lum bo'ldi. Jami bir 200 so'm qarzdorlik yuzaga keldi. Agar bu qarzdorlik tasdiqlangan bo'lsa va to'lov jarayoni hal etilgan bo'lsa, Saida xola ushbu summani bir maygacha olish kerak. Bu holatda sizdan ariza va qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin, chunki bu individual holat. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir qoida va tizimda bo'lgani kabi, bu to'lovlar bo'yicha ham ba'zi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchilikdan qutqaradi va pulingizni o'z vaqtida olishingizga yordam beradi. 1. Kimlarga bu to'lovlar tegishli bo'lmasligi mumkin? Yuqori daromadli nafaqaxo'rlar, ba'zi bir martalik moddiy yordam dasturlari, ayniqsa kam ta'minlanganlik mezoni asosida beriladiganlari, yuqori nafaqa oluvchilar yoki boshqa daromad manbalariga ega bo'lganlarga tegishli bo'lmasligi mumkin. Bu tizim asosan ijtimoiy himoyaga muhtojlarga qaratilgan.
B. Qo'shimcha imtiyozlarni allaqachon olganlar. Agar siz avvalroq hukumat yoki boshqa tashkilotlardan shunga o'xshash bir martalik moddiy yordam olgan bo'lsangiz, ba'zi holatlarda bu yilgi aynan shu turdagi yordamga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Har bir yordam turi o'ziga xos mezonlarga ega. Xorijda yashovchi nafaqaxo'rlar O'zbekiston fuqarosi bo'lib, xorijda doimiy yashaydigan va u yerda nafaqa oladigan shaxslarga O'zbekistondagi nafaqa tizimi doirasida beriladigan qo'shimcha to'lovlar tegishli bo'lmasligi mumkin. Biroq bu holatni pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish shart, chunki ayrim shartnomalarga ko'ra ba'zi huquqlar saqlanib qolishi mumkin. Tuzoqlar va umumiy xatolar. Ma'lumot yetishmovchiligi. Eng katta tuzoq bu ma'lumotga ega bo'lmaslik. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli imtiyozlar va to'lovlar haqida bilmaganliklari sababli ulardan foydalana olishmaydi. Shuning uchun bu videoni diqqat bilan tomosha qilib, uning oxirigacha yetib borish va uni do'stlaringizga ham ulashish juda muhim. Hujjatlar noto'g'ri rasmiylashtirilishi. Ba'zi to'lovlar uchun ariza va qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar hujjatlar noto'g'ri to'ldirilgan bo'lsa yoki barcha kerakli hujjatlar taqdim etilmasa, to'lovlar kechiktirilishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Har doim barcha talab qilingan hujjatlarni diqqat bilan to'plang va ularning to'g'ri rasmiylashtirilganligini tekshiring. Muddati o'tkazib yuborish. Ba'zi bir martalik yordamlar yoki qayta hisoblash arizalari uchun belgilangan muddatlar mavjud bo'lishi mumkin. Agar siz belgilangan muddatni o'tkazib yuborsangiz, ushbu to'lovni olish imkoniyatidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun barcha yangiliklarni kuzatib boring va o'z vaqtida harakat qiling. Nuanslar. Harbiy nafaqaxo'rlar, harbiy xizmatni o'tagan va harbiy nafaqa oluvchilar uchun qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Ularning nafaqalari Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi yoki Davlat xavfsizlik xizmati kabi tegishli idoralar tomonidan to'lanadi. Shuning uchun ularga tegishli qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni bevosita o'sha idoralarning pensiya bo'limlaridan olish tavsiya etiladi. Yaqinda nafaqaga chiqqanlar. Agar siz yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz, sizning nafaqangiz dastlabki hisoblash bosqichida bo'lishi mumkin. Indeksatsiya qilingan va boshqa qo'shimcha to'lovlar sizga keyinroq nafaqangiz to'liq rasmiylashtirilgach qo'shib berilishi mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Prokuratura va sud tizimidan nafaqaga chiqqanlar. Bu toifadagi nafaqaxo'rlar uchun ham o'ziga xos qoidalar mavjud bo'lib, ularning pensiyalari tegishli davlat organlari tomonidan belgilanadi. Ular ham yuqorida aytilgan harbiy nafaqaxo'rlar singari o'z idoralarning pensiya bo'limlariga murojaat qilishlari kerak. Maxsus xizmatlar uchun nafaqalar, ba'zi kasblar, masalan, konchilar, xavfli sharoitlarda ishlaganlar uchun maxsus nafaqalar belgilangan. Bu turdagi nafaqalarning indeksatsiyasi yoki qo'shimcha to'lovlari umumiy qoidalardan farq qilishi mumkin. Ularni aniqlashtirish uchun ham hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilish zarur. Eng muhimi shundaki, har qanday shubhali holatda, menimcha degan taxminlarga tayanmasdan, bevosita mutaxassislarga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi esa, aziz do'stlar, eng muhim qismga o'tamiz. Yuqorida aytib o'tilgan to'lovlarni olish uchun sizdan qanday aniq qadamlar talab qilinishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Bu amaliy ko'rsatmalar sizga o'z vaqtida va muammosiz pulingizni olishingizga yordam beradi. 1. O'z huquqlaringizni tekshiring. Birinchi qadam o'zingizning huquqlaringizni aniqlash. Siz qaysi toifadagi nafaqaxo'r ekanligingizni va qaysi turdagi to'lovlarga haqli ekanligingizni bilishingiz kerak. Sizning nafaqangiz avtomatik indeksatsiya qilinganmi yoki siz bir martalik moddiy yordamga muhtoj toifaga kirasizmi? Buni aniqlang. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring. Uz yoki Mi.Gov.uz portali orqali. Ko'pgina ma'lumotlar, shu jumladan nafaqa miqdorining o'zgarishlari va to'lovlar jadvali shu yerda e'lon qilinadi. Shuningdek, Mi.Gov.uz portali orqali o'z nafaqa ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Mahalla fuqarolar iginingizga murojaat qiling. Ayniqsa, bir martalik moddiy yordam dasturlari bo'yicha ma'lumotlar ko'pincha mahallalarga yetkaziladi. Mahalla raisi yoki hokim yordamchisi sizga qaysi dasturlar mavjudligi va ularga qanday murojaat qilish kerakligini tushuntirib berishi mumkin.
Tuman, shahar, pensiya jamg'armasi bo'limiga qo'ng'iroq qiling yoki shaxsan tashrif buyuring. Bu eng ishonchli usullardan biridir. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni taqdim etganingizdan so'ng, mutaxassislar sizga barcha kerakli ma'lumotlarni beradi. Ular sizning hisobingizni tekshirib, qanday to'lovlar sizga tegishli ekanligini aniqlab bera oladilar. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pasportingiz bu har qanday murojaat uchun asosiy hujjat hisoblanadi. Nafaqa guvohnomasi, pensiya kitobchasi bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Mehnat daftarchasi, agar sizning nafaqangiz qayta hisoblanishi kerak bo'lsa, ish stajingizni tasdiqlovchi mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotlari zarur bo'lishi mumkin. Bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumotlari. Agar to'lovlar sizning bank kartangizga o'tkaziladigan bo'lsa, karta rekvizitlari kerak bo'ladi. Kam ta'minlanganlikni tasdiqlovchi hujjat. Agar moddiy yordamga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bu hujjat ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi orqali avtomatik ravishda tekshirilishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda sizdan uni taqdim etish so'ralishi mumkin. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar tegishli bo'lsa, agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, bu hujjat talab qilinishi mumkin. Boshqa qo'shimcha hujjatlar. Ba'zi bir noyob holatlarda sizdan qo'shimcha hujjatlar, masalan, oila a'zolari tarkibi haqida ma'lumot, vafot etgan yaqinlaringizning guvohnomalari boquvchisini yo'qotganlik holatida so'ralishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Tuman, shahar, pensiya jamg'armasi bo'limi, nafaqa miqdorini indeksatsiya qilish, qayta hisoblash va boshqa nafaqa masalalari bo'yicha asosiy murojaat nuqtasi aynan shu yer. Sizga qaysi to'lovlar tegishli ekanligini, ular qachon va qanday qilib amalga oshirilishini batafsil tushuntirib berishadi. Xalq banki filiallari, ko'pgina nafaqa to'lovlari Xalq banki orqali amalga oshiriladi. Agar sizning hisobingiz Xalq bankida bo'lsa va to'lovda kechikish bo'lsa, bevosita bankka murojaat qilishingiz mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inlari, MFI, bir martalik moddiy yordam va kam ta'minlanganlik bilan bog'liq masalalar bo'yicha mahallangizga murojaat qiling. Ko'pincha moddiy yordamga murojaatlar mahalla orqali to'planadi va yuqori tashkilotlarga yuboriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz bu portal orqali ba'zi arizalarni onlayn topshirish, o'z nafaqa hisobingiz holatini tekshirish imkoniyati mavjud. Ammo hozircha barcha turdagi to'lovlar uchun onlayn ariza berish imkoniyati yaratilmagan. Shunga qaramay, ma'lumot olish va ba'zi hujjatlarni yuklash uchun bu portal juda foydali. Ijtimoiy himoya agentligining tuman, shahar bo'limlari. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirib, moddiy yordam so'rab murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, bu bo'limlarga ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu yangi tashkilot ijtimoiy yordamni muvofiqlashtirishda markaziy rol o'ynaydi. Ariza yozish tartibi agar talab qilinsa. Agar sizdan ariza yozish talab etilsa, masalan, qayta hisoblash uchun yoki bir martalik moddiy yordam uchun quyidagi ma'lumotlarni kiriting. Ariza beruvchining to'liq ismi, familiyasi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pasport seriyasi va raqami, yashash manzili, aloqa telefon raqami, nafaqa guvohnomasi raqami, murojaat sababi, nima uchun murojaat qilayotganingizni aniq va qisqa bayon qiling. Masalan, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman yoki bir martalik moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Ilovadagi hujjatlar ro'yxati agar mavjud bo'lsa. Ariza berilgan sana va imzo. Ariza blankasini odatda murojaat qilayotgan tashkilotdan olishingiz mumkin. Ular sizga to'ldirishda yordam berishadi va qanday hujjatlarni ilova qilish kerakligini tushuntirishadi. 5. To'lovlar kechiksa nima qilish kerak? Agar bir maygacha sizga tegishli to'lovlar kelmasa va siz haqli ekanligingizga amin bo'lsangiz, avvalo yuqorida aytilgan tashkilotlarga, pensiya jamg'armasi, Xalq banki, mahalla qayta murojaat qiling. Vaziyatni yana bir bor tushuntiring va to'lovning kechikish sababini so'rang. Agar qoniqarli javob ololmasangiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Bu eng oxirgi va samarali choralardan biri hisoblanadi. Murojaatingizni yozma ravishda yoki onlayn tarzda qoldirishingiz mumkin. Xalq qabulxonalari sizning muammoingizni ko'rib chiqib, uning hal etilishini nazoratga oladi. Adliya vazirligi yoki ombudsman, inson huquqlari bo'yicha vakil,
ham murojaat qilish huquqingiz bor. Bu tashkilotlar fuqarolarning huquqlari himoyasini ta'minlashga qaratilgan. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizga bir maygacha nafaqa hollariga ajratilishi kutilayotgan moliyaviy to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Sizga shuni eslatib o'tmoqchimanki, o'z huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish har bir fuqaroning burchi ham, imkoniyati hamdir. Unutmang, davlat har doim o'z fuqarolari, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Shuning uchun bu imkoniyatlardan foydalaning va o'z turmush darajangizni yaxshilash uchun faol bo'ling. Agar bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, izohlarda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Siz qanday to'lovga haqli ekanligingizni bilasizmi? Avvalroq shunga o'xshash to'lovlarni olganmisiz? Bu haqida bizga yozing. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham sizga foydali bo'ladigan ma'lumotlar bilan bo'lishishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.